Hammaga assalomu alaykum. Demak, hozir biz bu yerda ko'rib chiqadigan narsa qabul kelgandan keyin birinchi qadam nima qilish kerak? Birinchi qadam qabul kelgandan keyin tasdiqlab qo'yish kerak bo'ladi. Tasdiqlash uchun sizlarga berilgan o'sha login parol orqali tasdiqlashni eslatib o'taman. 5 kun davomida tasdiqlab qo'yish kerak bo'ladi. Login parol orqali o'zingizlarning o'sha sahifangizga kirasizlar. Shu yerdan yana ko'rsatib o'taman. Agar arab tili qulay bo'lsa, bu yoqda bo'ladi. Agar kimdir ingliz tili qulay bo'lsa, kimgadir ingliz tili, bo'lmasam o'sha brauzeringiz o'zidan o'zbek tiliga o'tkazib olsangiz ham bo'ladi, qulay bo'lish uchun. Demak, bu yerda biz mana shu ilovalarim degan joyi 3-da o'shani tanlaymiz. Bu yerda kirganda o'sha biz nechta universitetga, nechta fakultetga topshirganmiz, bu yerda turadi. Xo'p, bu yerdan mana shu ustiga bosib kiramiz. Kirgandan keyin mana kompyuter fanlari, arab tili, hadis, islomshunoslik turibdi. Hozir bu yerda Shahzoda Saddam bin Abdulaziz universitetidan bizga qabul kelgan. O'shani 5 kun ichida tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda asosiy ma'lumotlarni kiritasiz. Bu yoqda asosiy ma'lumotlar o'sha mana bu qizil звездка turibdi. O'shalarni kiritib qo'yasiz. Ism, familiya. Qolganlarni kiritish shart emas. O'sha ism, familiyani kiritganingizdan keyin o'sha mana bu ko'k knopkani bosasiz. Shu bilan tasdiqlangan bo'ladi. Agar siz ham Saudiya sari bilan hujjatlaringizni topshirmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'tamiz. Biz o'sha 1 oy davom etadi. O'zi aslida qabul vaqtida ulgurmay qolganlarni keyingi yilga ham ulgurmay qolmasligini oldini olish uchun o'sha yil davomida hujjat qabul qilamiz. Hujjatlarni Saudiya sari jamoasi arab tiliga tarjima qilib o'sha navbatga qo'yib qo'yadi. Qabul ochilgandan keyin bizninglar o'sha navbat bilan topshiriladi.